yangi yilga xodimlarimga dasturxon qilib bersam, o'sha holatda men soliq to'laymanmi degan ma'nodagi savollar juda ko'p kelib tushyapti. Agar xodimlaringizga yangi yil dasturxoni qilib beradigan bo'lsangiz, 3 ta soliqni nazarda tutib o'tasiz. Birinchisi foyda solig'i. Bu xarajat sizning biznesingizga bog'liq xarajat bo'lmaganligi uchun chegirılmaydigan xarajat hisoblanadi. Ya'ni foyda soliq bazasini kamaytirmaydi. Ikkinchisi NDS. Fakturani hatto NDS bilan olsangiz ham, lekin bu faoliyatingizga aloqador xarajat turi bo'lmaganligi uchun NDS siz отчетga ola olmaysiz. Uchinchisi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, подоходный налог deyiladi. Demak, bu xodimning shaxsiy daromadi sifatida qaralmaydi va hech qanday NDFL yoki sotsialniy налог bo'yicha ham sizda majburiyat paydo bo'lmaydi. Lekin degan joyi bor. Agar korxonada HR tizimi, buxgalteriya tizimi to'g'ri hujjatlashtira olsa va ushbu xarajat iqtisodiy jihatdan o'zini oqlagan, daromad olinayotgan faoliyatga qaratilgan xarajat deb isbotlay olsa, ushbu holatda xarajatni chegariladigan xarajatlar tarkibiga kiritsa bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, bu xarajat buxgalteriya uchun minus, xodimlar uchun bonus.